Ertalabdan assalomu alaykum deb biz ishni inshaalloh boshladik. Bugungi sanamiz 14-fevral. Nasib bo'lsa Surxondaryo Dinovga olib kelgan 8 ga 5 do'konimizni qurilish jarayoni biz boshladik. Ularga nima material ketyapti, qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. 8 ga 8 profil ugonlik 1.2 stinkasining qalinligida sendvichda, ya'ni ushlaydigan ugoloqchalari mana bu tomonda 8 ga 8, 6 ga 4 profillarda ishlatilyapti. High-tech usulida mana kraskalariga e'tibor berasiz. Juda ham sifatli, chiroylisida. Tom qismiga mana 11 santimetrlik, mana 11 santimetrlik bilganlar tushunadi buni. Tom qismiga sendvich panel, devor qismiga mana 7,5 qalinligida sendvich panel. Bu tomoni mokris bo'ladi, tashqi tomoni, ichkari tomoni oqidan bo'ladi. Shunaqa do'konlardan kerak bo'ladigan yurtdoshlarimizga bemalol ekran pastiga nomerimizni qoldiramiz. 12 viloyatga dastavkalarimiz mutlaqo bepul. Biz hozircha Dinovdamiz. Bizlarni kuzatishda davom eting. Biz sizlar uchun mana shunaqa do'konlardan yangiliklar chiqarishga harakat qilib boramiz. Hozircha sog' omon bo'linglar.